Tinch qirollik. Sen o'zing pastga tushib buni ocha olmaysanmi? Yo'q, u meni zanjirbandlab ketgan. Daraxtga chiqolmaysizlarmi? Yonshoqlari ham yo'q ekan. Bo'lmasa narvon topinglar. Bu yerda narvonni kim tayyorlab qo'yibdi? Shoshma. Bu sehrli bolta-ku daraxtni chopib og'dirtaychi. Virginia, bir narsa so'rasam maylimi? Nima? Sochlaring hali ham uzunmi? O'zin ham gapmi? Dahshat-ku. Yo'q. Ajoyib fikr. Yo'q. Bir umr orzu qilgandim. Meni ardoqli muhabbatim sharsharaday zulfingni pastga tushir. Pastda ehtiyot bo'l, ko'zingni yum. Nima uchun? Qazg'o. Meni qazg'og'im yo'q. Hazillashdim. Hayotimni masrur onlari. Hayotingni qutqarib qolish uchun ikkinchi imkoniyat. Jasoratim hali qo'shiqlargacha ko'chada. Bunga shubham yo'q. Sochingga oq tushibdi. Ehtiyot bo'l, sochingga qoqilib ketma. To'xtalish, yaqinlashma. Virginia! 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 Boltani ol. Dada, boltani bering. Kallasini uzib tashla. Beliga qarsillatib tushir. Tushir. Yaxshi. Kechirasiz. Eshikni ochinglar, qo'lim majaqlanib ketdi, Virginia. Virginia, omonmisan? Omonman. Bu yer nima o'zi? Bu yer yomon joy, ketdik. To'xtanglar. Uni bu ahvolda qoldirib bo'lmaydi. Sen haqsan. Boltani ber, tinchitib qo'ya qolaman. Uni o'ldirish yaxshi emas. Nimaga endi? U seni o'ldirmoqchi edi-ku. Sho'rlik juda ham nochor. Shundan foydalanib gumdon qilib qo'ya qolaylik. Yo'q. Tirik qolsa bizni sog' qo'ymaydi. Uning o'limini xohlamayman. Keyin pushaymon bo'lasan, ammo vaqt o'tgan bo'ladi. Ketdik. Salom bolakay. Qaytadan erkinlikka chiqaring muborak bo'lsin. Qizimiz sochlari qalay? Sal oshirib yuboribman shekilli-da. Nega? Ya, Jib bo'ling. Kal bo'pti-yu. Voy, soch qani? Soch. senga nima kerak? Haddingdan oshib ketyapsan. Senga hech kim qarshilik ko'rsatmasa, jang qilish mazada. Barcha trollar ichida eng ahmog'i sen ekansan. Vendel qirolligining qo'shinlari ham bor. Ular jangsiz taslim bo'lishmaydi. Qo'shin jo'natib, seni majaqlab tashlashadi. Demak, hammalarini qirib tashlayman. Men hech kimdan qo'rqmayman. Menga qara. Ko'ngling tilagan narsani so'rab beraman. Faqat Bintowndan darhol jo'na. Bintown nima bo'pti?
Biz 20 chaqirim atrofdagi qo'rg'onlarni bosib oldik. Bu hali boshlanishi. Men yarim qirollikni tortib olaman. Sen esa menga hech narsa qila olmaysan. Bo'lishi mumkin emas. Bu pakananing arabasi. Bu o'sha. Shahzodaga qarab tur. Siz gaplashasiz. Salom, cho'chqa yong'oq. Yaxshimisiz? Meni taniyapsanmi? Antoni, qamoqdan qutulib ketdingmi? Asang, afsus. Biz ko'zgumiz qani? Ko'zgu? U bizniki edi. Qimmatbaho ko'zgumidi? Yo'q, u sariqchaqa turadi. Qandaydir bir ko'zgu uchun shuncha yo'l bosib keldinglarmi? U sehrli ko'zgu. Biz o'sha orqali bu olamga o'tib qoldik. Bu yerda esa bizni tuzoqqa tushirishdi. Uyga qaytishni istaymiz xolos. Biz ko'zguni olib ketmoqchi emasmiz. Uyga yetib olish uchun foydalanmoqchimiz. Keyin esa oynalaring boshlaringdan qolsin. So'zlari yuragimni ezib yubordi. Iltimos, uyimizga qaytishga izn bering. Bu endi menda emas. Hozirgina qo'shni qishloqda almashtirib oldim. Almashtirding. Nimaga? Bo'ri. Mendan qutulaman deb o'ylaganmiding? Men o'zgardim. Sen hukmingdan ozod bo'ldim. Meni qaytara olmaysan. Nahotki bugun oy to'ladigan kun. Qoning ko'pira boshlayapti. Axir sen bo'risan. Oy momoning ta'siridan saqlana olmaysan. Yangi do'stlaringni nima qilib qo'yishing mumkinligini tasavvur qilyapman. Menimcha qishloqqa bormaganimiz ma'qul. Cho'chqa yong'oq ko'zguni qishloqda dedi-ku. Ko'nglim juda ham g'ash. Bu yerlar dehqonlarniki. Ular bo'rilarni yoqtirishmaydi. Ey dunyoga qo'tir. Tinchimdan ayrildim. Nonushta qilaylik. Bu yoqqa bir gap bo'lar. Hozirgina ovqatlandik-ku. Yana yegim kelyapti. Sen nima, oyimmining? Tamaddu qilishimga ham xo'jayinmisan? Qiladigan ishimni endi sendan so'rab qilamanmi? Biz qishloqqa boramiz, gap tamom. Sen esa bilganingni qil. Kechir. Qo'pollik qilmoqchi emasdim. Ixtiyorim o'zimda emas. Har oyda bir marta men yovuzlashib qolaman va kim uchrasa g'ijillashaveraman. Mana shunaqa. Qara, kasalimiz ham bir yerda. Agar bir baloni boshlamasin desang, g'ashimga tegmaslikka harakat qil. Bilasanmi? O'zim ham shuni xohlayman, lekin ba'zan mana u qo'zichoqlarni qara. Egasiz yurishibdi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Film Yoshlar telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Alisher Sa'dullayev. Filmga Mohira Nurmatova, Noila Toshkenboyeva, Farhod Aminov va Hojiakbar Nurmatovlar ovoz berishdi. Rejissor Rustam Qurbonov, ovoz rejissori A'zam Bahromov, muharrir Zafar Komilov.